Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, birodarlar, konditsioner sohasiga qiziquvchilar uchun bugun ozgina videorolik qilmoqchi edim. Avvalham roliklar chiqarganman, faqat ishimni suratga olganligim uchun bu safar yangicha usuldan qo'llanishni xohlagandim. Kameraga birinchi marotaba gap qilganligim uchun ozgina hayajon bor, baribir gaplarim ozgina dudukli bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, Freon sistemasini praktikada qanaqa ishlashligi haqida qisqacha videorolik bo'ladi. YouTube'da va boshqa platformalarda yetarlicha videoroliklar bo'lishiga qaramasdan bu rolikni olishga qaror qildim. Sababi asosan rus tili va ingliz tillarida bo'lganligi uchun bu roliklar o'zbek segment uchun ehtimol zo'roqdir, balki men ko'rmagandirman. O'zbek segmentida ham yetarlicha video blogerlarimiz bor, lekin men ko'rmagan bo'lishligi mumkin. Shunday bo'lsa ham ozgina mehnatimizga baho berasizlar degan umiddaman. Kimgadir manfaatli bo'lishini umid qilib shu videorolikni olishni boshladim. Ishxonadamiz, ish joyimizdamiz, shuning uchun ozgina bardakroq e'tibor berasizlar bu tomonlarga. Konditsioner 9 talik eski LG выпускasi chochib tashladik, yalang'och holatda turibdi. Hop, korpuslari bu yoqda. Ishga tushiramiz. Bismillah. Abdullah aka. Yoqmaysizmi udlinitelda? Nima deysan? Udlinitelni yoqib qo'ying konditsionerdigina. Tak. Boshlaydik bo'lmasa. Bismillah. Video joylayapman, YouTube'ga chiqasiz. Chi. Aylar ishlashni boshladi. Xo'p, ventilator kompressor ishga tushdi. Tushadimi? Çok oldu videomuz. Arat bo'ldi.